Shuna betonkaga, mana betonka, malikalsoy betonkaga 200 metr chiqasizlar. Yo'l yuziga 200 metr. Mana shu joyimizni sotuvga chiqyapti. Zelyonная zona. Mashina qo'yish uchun joylarimiz bor. Uyimizda 1.6 sotuv, 2 etажkadan kelar sizlarga arzon narxida berib yuboramiz. Bu yerda 1 sotig'ini $50,000 dan sotishyapti. Kelar sizlarga salkam yer narxida o'tib ketishyapti. Kelamiz kelar zelyonная zona. Xohlasanglar mashina qo'yish uchun ichkariga ham joy qilib qo'ysanglar, juda ham zo'r variantda bo'ladi. Uyimizni ko'rib o'tishinglar mumkin. Ozgina remont chala joylari qolgan. O'shani bitirib yuborsanglar, bemalol yashasanglar, juda ham ajoyib variantda bo'ladi. Bu yog'imizda sanuzelimiz joylashgan. Endi sizlarga uyimizning ichkari qismidan bitta ko'rsatib beraman. Kirib kelamiz kelar, hovlimizda joylashgan bo'ladi. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Bu yoqga bolalarimiz uchun o'yingoh qilib yopib yuborsanglar, bitta yana xona bo'ladi. Bu yoq tarafimizda zalimiz joylashgan bo'ladi. O'zini o'tiradigan joylari bilan ko'chaga qaragan oynalari bor, hamma qulayliklari bor. Bu yoq tarafimizda spalnimiz joylashgan, kattagina qilib qo'yilgan, o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Uyimizda juda ham issiq, endi sizlarga kelar. Ayollarimiz uchun oshxonamizni bitta ko'rsatib beraman, o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Bu yoq tarafimizdan kelar, ikkinchi etajimizga chiqib ketadigan joyimiz bo'ladi. Sizlarga bitta xonasini ko'rsatib o'taman. O'rtancha remont varianti, o'zini terrasa qismi bilan birga. Bu yoq tarafimizda sanuzelimiz joylashgan bo'ladi. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Remontlar juda ham yaxshi. Oshxonamizni ko'rsatib o'tar ekanman, o'zini o'tiradigan, ovqatlanadigan joylari bilan birga qilib qo'yilgan, hamma qulayliklari bor. Shu ko'rib o'tgan xonadonimizdan kelar sizlarga $90,000 ga berib yuboramiz. Pastda egalar nomerini qoldiraman, o'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.